Bismillahirrahmanirrahim. 6. Al-kalamu gap. ومن الكلمات تتركب الجمل المفيدة وهي المسمات بالكلام. So'zlardan ifoda qiluvchi jumlalar tuziladi va u gap deb ismlangan. علمنا فيما سبق أن جميع الكلمات لا تخرج عن 3 أنواع: الفعل والاسم والحرف. Yuqorida o'tgan narsalardan bildikki, albatta jamiki so'zlar 3 navdan: fe'l, ism, harfdan chiqmaydi. Va min al-vazih anna fahm al-murad la yakunu bi kalimatin wahidatin li adami kifayatiha. Ma'lum narsalardan albatta maqsadni tushunmoqlik bir so'z bilan bo'lmaydi, kifoya qilmasligi uchun. بل لا بد لحصول ذلك من كلمتين فأكثر حتى يكون ما نتلفظ به مفيدا فائدة يؤتد بها. balki ana shuni hosil bo'lishi uchun 2 so'z yo undan ko'prog'i lozimdir. Hatto biz u bilan talaffuz qilgan narsa e'tiborga olinadigan bir foydani ifoda qiluvchi bo'ladi. Demak, insonlar o'zaro bir-birlari bilan aloqa qilishganda, so'zlashuv gaplarida bu o'zlarining maqsadlarini, o'zlarining xohishlarini tushuntirib berishliklari lozim bo'lar ekan. Va bu lozim bo'lishlik bitta harf bilan bo'lmas ekan va yana ana shu so'zlarni tuzishda u foydani ifoda qiluvchi bo'lish kerak ekan. Bir qancha so'zlarni keltirsa-yu, u foydani ifoda qilmasa, buni ham gap deb aytilmas ekan. Misol, men Ahmad tog'da, daraxtni soyasida, yaxshi kiyingan, qo'lida anjomlari deb so'zni to'xtatsam, bu gap bo'lolmaydi, chunki maqsadni, aslini ifoda qilganim yo'q. فالجملة المركبة من كلمتين فأكثر بحيث تفيد الفائدة المقصودة يقال لها كلام. Maqsad qilingan foydani ifoda qilish jihatidan 2 yo undan ko'proq so'zdan tuzilgan jumla uni gap deyiladi. Nahu al-ilmu nafi'un wal jahlu zarrun. Misol, ilm foydalikdir, ilmsizlik zarardir ga o'xshash. ولا يشترط في الكلام أن يكون مركبا من الأنواع الثلاثة. Gapda 3 ta navdan tuzilgan bo'lmoqligini shart qilinmaydi. إذ قد يتركب من 2 فقط نحو علي مقبل أو فعل واسم نحو فاذ نهر. Chunki goho 2 ismdan faqat tuziladi. Ali keluvchidir ga o'xshash, yoki bir fe'l va bir ismdan tuziladi. Daryo toshdi ga o'xshash. Demak, har bir gapni orasida fe'l bo'lish kerak, ism bo'lish kerak, harf bo'lish kerak degan bu lozimlik shart qilinmagan ekan. Chunki maqsad asosiy insonning maqsadini tushuntirib beradigan, ifoda qiluvchi gap bo'lishi shart xolos ekan. Va yuqalu للجملة فعلية إن كان صدرها فعلا نحو حضر المعلم ويحضر الناظر. Agar jumlani boshlashda fe'l bo'lsa, uni fe'li jumla deb aytiladi. Misol, muallim hozir bo'ldi, kuzatuvchi hozir bo'ladi. Va ismiyatan in kana sadruha isman nahu al-ustaz waqifun va naziru yufattishu. Agar jumlani boshi ism bo'lsa, uni ismiy jumla deyiladi. Misol, ustoz turuvchidir va kuzatuvchi axtaryaptiga o'xshash. Demak, bizni onatimizda doim fe'lni keyin ma'no beramiz. Ammo bu arab tilida ana jumlani 2 ga aniq bo'lib olamiz: fe'li jumla va ismiy jumla. Fe'li fe'l bilan boshlangani, ismiy ism bilan boshlangani. Buni yaxshilab esimizda saqlab qolamiz. Tamrinun, mashq. Mallazi yatarakkabu minal kalimati. So'zlardan nimalar tuziladi? Hal yalzamu anna kulla kalamin yashtamilu ala fi'lin wa ismin wa harfin. Har bir gap o'z ichiga fe'l, ism, harfni olishligi lozim bo'ladimi? Kam kalimatan fi kulli jumlatin min hazihil jumali. Bu jumlalardan har bir jumlada nechtadan so'z bor? Al-qamaru asgharu min al-arzi
والشمس أكبر من الاثنين. Oy yerdan kichikroqdir, quyosh ikkovidan ham kattaroqdir. Bu ikki jumla ham ismiy jumladir va unda 3 ta ism, bitta harf o'z ichiga olgan. Ta'anni as-salamatu va fil ajalati an-nadamatu. Bosiqlikda salomatlik bor, shoshqaloqlikda pushaymonlik bor. Bu ikki jumla ham ismiy jumla va uning har birida ikkita ism, bittadan harf mavjud. Va bis-sabati yasilul insanu ilal maqsudi. Sobit qadamlik bilan inson maqsadiga yetadi. Bu fe'li jumla, bunda 2 harf, 3 ta ism, 1 fe'l mavjud. Aynil mufrada wal musanna va anva al-jam'i fi ibaratil atiyati. Kelgusi iboralardagi mufrad, tasniya va jam'i navlarini tayin qil. Birra validayka was'a fi ma yarfa'u shu'unahuma va yajlibu afrahahuma va yuzhibu ahzanahuma. Ota-onangga yaxshilik qil. Ikkovlarini obro'larini ko'taradigan va ikkovlarini shodliklarni jalb qiladigan va ikkovlarini qayg'ularni ketkazadigan narsada harakat qil. Va inna min a'zamil qurbati indallohi musa'adatal ajizin va birral mu'vizin. Va albatta Allohning huzurida yaqin qiladigan amallarning ulug'rog'idandir ojizlarga yordam bermoqlik va hojatmandlarga yaxshilik qilmoqlik. Mashqdagi savollarga javob berishda va talab qilingan narsalarni bajarishlikka katta e'tibor qarating. Mana shu darsni yozishdan bir kun oldin toliblarda juda noyob bo'lgan, ularni kelajakda olim bo'lishlariga eng zarur bo'lgan holatni bir 55 yoshdan o'tgan odamda ko'rdim. U kishi shifohiyadan 5 darsni o'qibdi xolos, u Qur'ondan bir juz'i hali yodlamagan, ammo o'sha 5 darsni Qur'ondan istab ko'ribdi va Abasa surasini oxirini aytib, domla oxirgi oyatda ulaika kelibdi, hum kelibdi, shu 5dagi, ya'ni ana bular, ular fojir kofirlar deganimi deb so'rab qoldi. Men u kishiga qanday baxtlisiz, bizni Xoliqimiz Robbimizni bir oyatini tarjimonsiz o'zingiz tushunibsiz dedim. Albatta u kishi qayerda Qur'on eshitayotgan bo'lsam, nahnu hum so'zlari kelyapti deb e'tibor berganligini izhor qildi. Mana shu holat har bir tolibda bo'lish kerak. Qaysi kitobda qaysini o'qisa, mana shu o'tgan qoidalarni albatta birma-bir ajratishlikka intilish kerak. Ana shunda tez mulla bo'ladi.